Sizlar ham rakvinadan suv ichasizlarmi? Ko'pchilik rakvinadagi suv zararli deb magazindan bakarashka suv ko'tarib keladi. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga hozir zo'r yo'lini o'rgataman. Mana apparat yetib keldi, anchadan beri kutayotganiga Doston aka. Hozir bu apparat nima ish bajarishini men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu apparatdan birinchi bo'lib ota-onamni uyiga, o'sha Sirdaryodagi uyga qo'ydirdik. Ular hozir maza qilib ichishyapti. Juda ham sho'r edi suvimiz. Qum chiqardi suvimizda. Bunday qo'limizga qarasak qumi bor edi. O'sha suvni ham tozalab maza qilib hozir ichishyapti. Hech qanaqa suv ham tashib o'tirishmayapti. Uzoqdan qishloqdan suv tashishardi-da. Badavozon. Hozir uyda bemalol maza qilib ichishyapti. Gap yo'q, shu uchun endi o'zimni ham uyimga qo'ydirmoqchiman. Men bakarashkada suv olib kelib charchadim to'g'risi. Nima bo'ladimi? Bo'ladi aka. Mineral suv aka bu. Maza. Zo'r. Gap yo'q aka. Bozor suvidan ham zo'r bu. Endi aka, nima uchun bu apparatni o'rnatganimizni tushuntirib beramiz odamlarga. Rakvina bilan buni farqini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bobur aka, suvni birinchi qattiqligini o'lchaymiz. Suvdagi bor elementlar yig'indisi. Mana krandagi suv 100 dan baland 104. Bu bor elementlar, tuz, mineral, kerakli bo'lgan keraksiz hammasi yig'indisi 104. Filtr endi buni hammasini tushirib beradi. Apparat давлениесі hozir kam, chunki suv yig'ib olyapti. No, уже 13. 13 ga tushirib berdi. Hozir borib 100 dan 13 ga tushirib berdi. Qaranglar. Bu narsani elektrolizor suvdagi bor tuzlarni kuydirib suv tepasiga chiqaradi. Hozir suvdagi bor minerallarni suv tepasiga olib chiqib ko'rsatib beraman. Mana vodoprovod sarg'ayib ketyapti aka. Turbadagi tuzlar, har xil minerallar, hammasi ham axlat emas, kerakli bo'lgan minerallar ham bor. Filtr hammasini chiqarib olib, keyin o'zidan mineral qo'shib beradi. Sariq filtrdan chiqqan suv, kerakli bo'lgan minerallar ushlab ko'ring, suv ham muzdek. Endi bu vodoprovoddan chiqqan suv. Ushlab ko'ring, issiq ketdi. Bu issiq. Mana qaranglar, biz rakvinadan ichadigan suvimizni qaranglar qanaqa. Bu endi ularda keraksiz moddalar. Keraksiz moddalar ham bor. Yillar davomida bu sekin-sekin shlak yuvadi. Tasavvur qiling, bu ichingizga tushyapti. Hammaga qiziq bo'ladi narxlar. Narxlar qanaqa bo'ladi? Narxlari har xil bor, hamyonbopi bor, bo'lib to'lash olsa ham bo'ladi. Bemalol 3 million, 6 million, 10 million, 12 million muddatli to'lovlar ham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha o'rnatib berish xizmatlari, butun filiallarimiz bor, servis xizmatlari 10 yil beriladi. Mana agar meni nomimdan chiqsa, mana shu reklamani ko'rib chiqishsa, skidka ham qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xolisa. Bu raqamni chiqsanglar, skidka qilib beramiz.